Assalomu alaykum qadrli futbol sehri kanali muxlislari. Biz Jahon chempionati tarixi haqida biroz so'z yuritmoqchimiz. Jahon chempionati tarixi 1930-yilga borib taqaladi. Birinchi jahon chempionati Urugvay mezbonligida 1930-yil o'tgan va bu musobaqada Urugvay finalda Argentina terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, birinchi mezbon va birinchi chempion jamoaga aylangan. Ikkinchi jahon chempionati 1934-yilda Italiyada bo'lib o'tgan va bu chempionatda Italiya terma jamoasi finalda Chexoslovakiya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. 1938-yil mezbon Fransiya o'zida 3-jahon chempionatini qabul qilgan va finalda Italiya hamda Vengriya jamoalari yetib kelgan. Italiya chempionligini 1934-yilgi chempionligini munosib himoya qilgan va ikkinchi marta jahon chempionligini qo'lga kiritgan. 1950-yil Braziliya mezbonlik qilgan jahon chempionati tarixda muhim jahon chempionatlaridan biri bo'lgan, chunki urushdan keyin biroz pauzalar bo'lib, chempionatlar o'tkazilmay qolgan hamda shu uchun juda muhim chempionat bo'lgan. 1950-yil chempion. Bu chempionatda Urugvay jamoasi finalda Braziliyani mag'lubiyatga uchratib, ikkinchi marta o'z tarixida chempionligini qo'lga kiritgan. 1954-yilgi jahon chempionatida Shveysariya mezbonlik qilgan va unda Germaniya Vengriya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, birinchi marta chempionlikni qo'lga kiritgan. 1958-yili jahon chempionatida Shvetsiya mezbonlik qilgan va hamda unda Braziliya jamoasi birinchi marta o'z chempionligini qo'lga kiritgan. Finalda mezbon Shvetsiya jamoasini mag'lubiyatga uchratgan. 1962-yil Chilida bo'lib o'tgan jahon chempionatida Braziliya Chexoslovakiya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, qatorasiga ikkinchi marta jahon chempionligini qo'lga kiritgan. 1966-yili Angliya o'z mamlakatida jahon chempionatini qabul qilgan va o'z mamlakatida o'tgan jahon chempionatida G'arbiy Germaniya jamoasini mag'lubiyatga uchratib, o'z tarixida birinchi va yagona chempionligini qo'lga kiritgan. 1970-yili Meksikada o'tgan jahon chempionatida Braziliya finalda Italiya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, 3-marta chempionligini qo'lga kiritgan. 1974-yili jahon chempionati Germaniya mezbonlik qilgan va mezbonlik qilgan chempionatda Germaniya chempionligini ham qo'lga kiritgan. Finalda Niderlandiya terma jamoasi mag'lubiyatga uchratilgan. 1978-yili Argentinada bo'lib o'tgan chempionatda Argentina yana Niderlandiya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, birinchi marta chempionligini qo'lga kiritgan. 1982-yil chempionati Ispaniya mezbonlik qilgan va unda Italiya Germaniyani finalda mag'lubiyatga uchratib, chempionlik qo'lga kiritgan. 1986-yilgi chempionatda Meksika mezbonlik qilgan, Argentina Germaniya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, chempionlikni qo'lga kiritgan. 1990-yilgi chempionat Italiyada bo'lib o'tgan hamda unda Germaniya Argentinani mag'lubiyatga uchratib, g'alabani qo'lga kiritgan. 1994-yil Amerika mezbonlik qilgan chempionatda Braziliya Italiyani finalda mag'lubiyatga uchratib, 4-marta jahon chempionligini qo'lga kiritgan. 98-yilgi Fransiyada o'tgan jahon chempionatida Fransiya Braziliyani mag'lubiyatga uchratib, birinchi marta o'z tarixida jahon chempionligini qo'lga kiritgan. 2002-yil jahon chempionati Osiyo mamlakatlarida birinchi marta mezbonlik qilgan Janubiy Koreya hamda Yaponiya mezbonlik qilgan chempionatda Braziliya finalda Germaniyani mag'lubiyatga uchratib, bosh uzra 5-marta jahon chempionati kubogini ko'targan. 2006-yilgi jahon chempionatida Germaniyada o'tgan va bu chempionatda Italiya finalda Fransiyani mag'lubiyatga uchratib, chempionlikni qo'lga kiritgan.
2010-yil Jahon chempionati Amerika. 2010-yil Jahon chempionati Janubiy Afrika mamlakatida o'tkazilgan. Unda birinchi marta Ispaniya Jahon chempionatini qo'lga kiritib, finalda Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan. 2014-yil Jahon chempionati mezbon Braziliya, Germaniya esa finalda Argentinani mag'lubiyatga uchratib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. 2018-yilgi Rossiyada o'tgan Jahon chempionatida Fransiya finalda Xorvatiyani mag'lubiyatga uchratdi va jahon chempionligini qo'lga kiritdi. 2022-yil Qatar mezbonlik qilgan Jahon chempionatida Argentina Fransiyani mag'lubiyatga uchratib, jahon chempionligini qo'lga kiritdi. 2026 Jahon chempionatida vakillarimiz birinchi marta qatnashyapti va bu chempionatda vakillarimizga omad tilaymiz.